yo'q, frustratsiyani inson ko'tarish kerak. Qaysi rejalar buzilishiga o'rganish kerak. Yo'q javobi bo'lganda boshqa chora topishga o'rganish kerak. Shuning uchun ham biz bolalarni yo'qqa o'rgatamiz. Va bu kerak. O'rgansin. Hech narsa qilmaydi. Bu narsani siz o'zingizda yo'q deya olmaslik qobiliyatingizdan kelib chiqib ko'ramiz. Masalan, sizga doim yo'q deyishgan bo'lsa, bizda shunaqa narsa bor. Men bolamga ha deyman. Sizlarni fondan reklamasida qolib ketgansizlar. Hayotning yorqin tarafi bo'lsin. Beeline uni ilojisi yo'q. Nimagaki? U yaxshi narsa emas, chunki sizga kerak bo'lgan narsalar bolaga kerak emas bo'ladi. Masalan, bolangizda siz kiyimga to'ymagansiz, kiyimga bo'kib turasiz, bolaga kiyim qiziq emas, bolaga boshqa narsa. Hamma avlodning ehtiyojlari har xil. Hamma bolaning ehtiyojlari har xil. Va biz o'zimizga ehtiyoj bo'lgan narsa bilan bolani bo'ktirganimizda, ularni xudbin qilib qo'yamiz va narsani qadrlamaydigan qilib qo'yamiz. O'shani chiqardan bola uchun nima ehtiyojligini bilib, o'sha ehtiyojga degungacha tutish kerak. O'shanga deb olgandan keyin qilib bersangiz qadrlaydi.